5-dekabr kuni Agrobank nishonliklari navbatdagi tadbirlar bo'yicha shuni boshlaymiz. O'sha tartib bo'yicha kimda nima masala bor, kimda e'tiroz bor, kimda qanday takliflar bo'lsa, bizlar tanishtirib murojaat qilishingiz mumkin. Tasodiflarni boshlaymiz. Agar boshlaymiz. Bankka nima masala ko'taryapsiz, nima masalangiz bor? O'zingiz tanishtirib. Ularga ferma xo'jaligi. So'zlasangiz o'tirib yozib olaman. Kim degan? Usmonov ferma xo'jaligi. Buni rahbari. Usmonov Xudoyqulan. Usmonov Xudoynazar. Usmonov Xudoynazar. Usmonov Xudoynazar. Nima masalada kelgansiz bu? Masala abortga olish uchun bank keldi. Ferma xo'jaligi abortkasimi? Birlikda. Oladingizmi masala yo'q? Masala yo'q. Keyin bizni 80% haqlarimiz bor. Klassda shu. Ulardan yo'q. 80% olmadingizmi? Qaysi klaster? Shodlik. Shodlikdan. Necha foizini oldingiz hozirgacha? 60% oldim. Reja bajargansiz? Bajardim. Lekin ko'pchilikni oldin bu sizga ham masalangizni kiritamiz. O'sha klaster bilan bog'liq qishloq xo'jaligi bilan qilamiz. Bank bilan bog'liq emas, mana klaster bilan bog'liq. Klaster bilan bog'liq. Bo'ldi, bunga nima qilamiz? Respublika. Boshqa masala yo'qmi? Yo'q. Rahmat. Aka sizdachi? Assalomu alaykum. Habibullo Kamolxon Habibullovich. Yaxshi rahbariman, bog'cham bor. Quyosh panel qo'yish bo'yicha kelganman, quyosh paneli. Bog'chaga. Bog'chaga. 50 kilovat. 50 kilovatni? Aha. Kredit masalasi. Bo'ldi, kreditimiz bor, masala yo'q, 8%dan beryapmiz. Sizlar kredit ham bor, vaqtida to'layapsa, bog'chani kreditini 312 dan olgansiz. Vaqtida to'lanyapti. Hujjatlar bersangiz, birinchi bir tekshirib katerni o'tkazdiramiz, yaxshi salbiy tomonlar bo'lmasa, masala yo'q, kreditimiz bor yaxshi. Aka sizlar? Men Javob Murodov Abduraymovman. Akbar xususiy korxonam bor. Mana shu Agrobankda nishon filialida. Men hozir Samarqandda pul bor, yechish uchun bank xodimlari yechib beramiz deyapti. Molimga hashaga olish uchun naqd pul olishim kerak. Lekin cheklarcha 187 ming so'm ekan. Lekin Xalq bankda 30 ming so'm turibdi. 6 barobar bunday asosan qimmat qolib turibdi-da qog'oz. Shuni 30 ming qilishning iloji bormi? Bo'lmasa Xalq bankka ko'chamiz, boshqa ilojimiz yo'q-da. Aborotga hozir 5 milliard aborot qildim. 2025-yilning o'zida. Chek bilan olishmagansiz, birinchi marta chek. Birinchi marta ishlayapman. Lekin 187 ming so'm. 187 ming juda og'ir bo'lyapti. Og'izga olsam, lekin 187 ming lekin botib ketyapti. Bo'ldi, aka, buni ham yozdik. Bitta shu masalan. Bitta mana shu masala. Siz doim naqd bilan ishlaysiz. Naqd pul, bozorga sotsam naqd pul kirim qilyapti. Rossiyadan mol kiritib kelyapti. Bo'ldi. Hakikaten nima narx belgilangan chek daftarchani. Bu uchun taklif etamiz. Assalomu alaykum. Xudoynazar Juqurdimman. Nasildorchilik ferma xo'jaligi rahbari ish haqini olgan keladi. Ferma xo'jaligidanmi? Bu ish haqi mahallalardanmi? Klassika tektirgan keladi. Tanlov ochilgansiz. Anketalar ochildi, boshladi ish qo'ydilar. Nima deysiz? Masala yo'qmi? Yo'q, masala yo'q. Limit doirasida beradi. Oylik bo'lingan. Shunday. Buni hal bo'ladi bo'lmasa. Sizlar qanday yashaysiz? Men Nazar Istam Anna Bozorboyev ferma xo'jaligi raisiman. Ferma xo'jaligingizni ayting. Anna Bozorboyev. Anna Bozor. Anna Bozor bobosi. Bir haftadan beri g'alla resursga kelyapmiz. G'alla resursi yo'q. Resurs olishga yordam qilishni so'raymiz. Anketa ochtirolmayapsizmi? Anketalar ochilgan, faqat resurs yo'q. Har kuni shu dushanba, seshanba, Hali umuman ishlatganingiz yo'q-a? yo'q. Birinchi qayerga chiqarasiz resursni? Endi birinchi birja chiqaramiz va shunga yordam qilishni so'raymiz. 3
uch haftadan beri shu 2 haftadan qatnaymiz-da faqat. Bo'ldi, bo'ldi. Ertangi adam kelish muammoda. Bo'ldi. Bu vazmana videoga ham yuklanyapti. Protokolga kirgizamiz. Masalan, bu birdan bo'ladigan ishsidik, xudo xolasa, uzoqmi 3 kun ichida hal bo'ladi. Fråga om middagen. Kredit olgandim, o'shani to'lashga kerak. Öğretişeysizmi okuyorsunuz? Qancha? Turab bakın. Umida. Ki lova orqali to'lashni ham bilasizmi? Lova, Bilamizda hozir birdan yopib ketmoqchi. to'la oldindan yopib ketasan. Agar bo'lsa yana kilitlarimiz bor. Arzon kilitlar bor yana. O'qituvchilar, byudjetlar uchun alohida kilitlarimiz bor. Qolaman siz. Yarim soat ichida ajratilyapti. Vaqti sizda ajratsangiz. Ha, kreditimiz var, shuni to'lashga keldik. Sizniki ham to'lov masalan. Aytib qo'ying, siz familiyangizni. Men ukam nomiga olingan lekin Mayli. men to'layman, Nazar Barani. Muammo yo'q, kilit yopishda muammo yo'q. Yo'q. Alohida ham ma'qul qo'yganmiz qassiyaga. Boshqa hech qanday masala yo'qmi? Sizlarga rahmat. Protokol kirgizamiz. Shuni yengildirib, bitta menga butun